Tapşırıq işlişingizga ruxsat yo'q. Cho'nglarning bola tarbiyasida nabob usulni qo'llanib, oxiri tarbiyani bir turlik buzg'unchilik qilmishiga aylantirib qo'yishda mundaq ikki xil sabab bor. Biri bolaga ishonmaslik, yana biri o'ziga ziyoda ishinib ketish. Bolalar azalda tapşırıqdan bezor emas. Muhimi maktabda, bo'lib boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'larida bo'lib o'tgan ba'zi bir behuda ishlar ularning tapşırıq ishtiyoqini qo'ymagan bo'lg'achqa, ular bara-bara tapşırıqdan bezor bo'lib qolgan. Demek, balani tapşırıq işletkizib jazolash, uni o'rganishdan bezdiradigan eng yomon ish. Harvardning oila tarbiyasi nomli kitobda mundaq bir hikoya bor. 3 bekorchi yigit ichib pushgan chog'larda mahalning yendiki axlat to'g'ini tepib o'ynaydi ekan. Jamoat bundan bezor bo'lib, ularga gap qilib boqqan bo'lsa-mu, kar qilmabdi. Hatto boshqalar bezor bo'lgancha ular haddidan oshqol turibdi. Keyin ashu mahallaga yoshi cho'ngroq biraylar ko'chib kelgan ekan. U kishi heliqi bekorchilarni badqiliqdan to'sashning amalini tepibdi. Bir kuni 3 bekorchi kelib axlat to'g'ini yana tepkil turibdi ekan, heliqi kishi ularga: "Axlat to'g'ining ovozi qulog'imga bakmi yoqimli qolindi. Navoda har kuni kelib axlat to'g'ini mushundaq tepib o'ynasanglar, $1 ish haqi beratdim" debdi. Bu gapdan xushal bo'lib ketgan 3 bekorchi axlat to'g'ini jonining boricha tepkil turibdi. Aradan bir necha kun o'tgandan keyin heliqi kishi ularga yana: "Yaqindan beri qilom qisqa bo'lib qolg'achqa sizlarga $1 emas, 50 sentdan ish haqi berishga majburman. Kechiringlar" debdi. 3 bekorchi bu gapni anglab lassida bo'lib qopdi-da, axlat to'g'ini tepishga burunqidek kuchab ketmaydigan bo'libdi. Aradan yana bir necha kun o'tgandan keyin heliqi kishi bu 3 bekorchiga: "Kechiringlar yigitlar. Yaqindan beri pensiya pulimni ololmayapman. Shunga sizlarga faqat 10 sentla ish haqi bera oladigan bo'lib qoldim" debdi. "Nima? 10 sent? Bizni ashu 10 senting uchun avar bo'ladigan bekorchi deb qoldingmi?" debdi u bekorchilardan biraylar. "Bo'ldi, bu ishingni kimga qilg'izsang qilg'iz" debdi qolgan ikkisimi. Shunda qilib ular oldi orqasiga qaramay ketib qopti. Mahaldagilarning quliqimi tinchib turdi. Bu hikoyadan heliqi yashagan kishining qobil psixik hujumchi ekanligini ko'rib olishga bo'ladi. U qo'llangan usulni analiz qilib ko'rsak, shuni bayqaymizki, u kishi birinchi qadamda heliqi 3 bekorchiga naf yetkazish orqali ularning nazaridagi o'yinni mas'uliyatga aylantirgan. Chunki har qanday ishga almashtirish, nazoratchilik va mas'uliyat omili singan ekan, ularning qiziq qolmaydi. Ikkinchi qadamda u kishi 3 bekorchiga beradigan haqni kamaytirish orqali ularda axlat to'g'ini tepib taraltish mas'uliyatiga bo'lgan bezorlik tuyg'usini uyg'otgan. Üçüncü qadamda beradigan haqni 10 sentga tushirish vositasi bilan 3 bekorchida bir xil isyon psixikasini paydo qilib, oxiri ularni bu ishdan bezdirgan. Bu hikoya qarmoqqa bolalarning tapşırıq ishlashi bilan qilcha munosabatsizda ko'rindi. Ammo uningda aks etgan tarbiya ideyasini bolalarning tapşırıq ishlashiga tatbiqlashga bo'ladi. Demak, muallim va ota-onalar bolalarni tapşırıq ishlashga qiziqtirish uchun turli tafakkur usulidan foydalanish lozim. Nurg'un ota-onalar buningda nabob usulni qo'llanayotdi. Boladagi ma'lum bir savallikni tuzatish uchun ahmoqona yo'sinda uni tapşırıq ishlatkizib jazolash buning eng tipik misolidir. Yana gap anglamasang, tapşırıq ishlatkizib jazolayman degan gap bilan nurg'un muallim va ota-onalarning eg'iziga ram bo'lib ketgan. Bundaq misollar bakmi jiq. Jumladan bolalarni jazolash usullarining ko'p va eg'irligi odamni haqiqatan cho'chitadi. Biraylarning deb berishicha, uning bolasi ingliz tilida berilgan tapşırıqni unutib qopti ekan, muallim u bolani jazolash uchun uningga ingliz tilidan berilgan tapşırıqni unutib qilib xato qilibdiman degan jumlani 100 qatim yozdiribdi. Menimcha, muallimning bu ishi tarbiyada chekidan halqib, o'ktamlik bilan o'chalish darajasiga berib ketgan. Durust. Bolalar ojiz keladigan bo'lg'achqa, muallimning deganini aynan bajar keltirishga ilojsiz majbur bo'ladi. Ammo bundaq usulni qo'llanganda bolaning o'zini azobga qo'yib, ingliz tili darsidan bo'lib ketadiganligi nihoyat aniq. Shundoq bir muallimni ko'rganman. U bangvashlik qilgan bolalarni tillamaydi ekan, urmaydi ekan. Faqat tanaffus vaqtida ishxonasiga akirib olib tapşırıq ishlatkizdi ekan. Natijada muallimning bu usuli bangvash bolalarni yavaşlatgani bilan ularning o'rganish qizg'inligini ozroqmi qo'zg'atmagan. Beijing shahridagi ma'lum bir boshlang'ich maktabda bolalarning tapşırıqdagi biror xatni xato yozib qo'yishiga yo'l qo'yilmaydi ekan. Biror xatni xato yozib qo'ygan bola osh xatni 100 qatim yozib chiqqandan sirt yana shu batdagi mazmunni boshqadan ishlash kerak ekan.
Menimcha, bunda qo'shib jazolash usuli bolalarni yurak oldi qilib bo'lg'achqa, bolalar topshiriq ishlaganda xato yezib qo'ymaslik uchunlik kalla qattirdi-da, buning bilan topshiriq ishlashdagi muddani butunlay unutib qoladi. Jumladan, topshiriqni faqat xato yezib qo'yishdan saqlanish uchun ishlaydi. Bu hal maktabda ravosidan amdil atlagan mushtumdek bolalarni to'g'ri o'rganish nishonidan ozdirib qo'ydi. Mundaq bir fojialik vaqani deb beray. 2007 yılı 4 ayının 25 günü Guangdong өлkəsinin Zhengzhou şəhərindəki məlum bir o'rta məktəbinin toluqsuz birinci ilində oxuyduğan bir bala ingliz tilli imtahanda yendiki bir balaga gap qilganligi uchun muallim u balani jazolab birinchi darsdan 14 darsgacha barliq xam so'zliklarning har birini 10 qatimdan yezib kelishni topshiribdi. Bunun bilan iliqi bala shu kuni kechasi o'libdi. Ata-ana və müəllimlərin köpüncüsü balalardan iştiyaq bilan öyrənişni tələb qıldı, həm öyrənişni vasitə qılıb turub balalarni zo'ravonlarcha jazolaydi. Xo'sh, jazo quroliga aylangan topshiriq balalarni sarosimaga salmay qolarmi? Balalar undaq öyrənishga iştiyaq bağlaya olsunmu? Bunun tek-tekni analiz qiladigan bo'lsak, biz cho'nglarda mundaq 3 turlik masalaning mavjud ekanligini bayqay olamiz. Birinchi, tarbiyada balaning ichki dunyosini tushunishga, yurak tarini chekishga sal qarab, baladagi yuzaki va vaqtincha royishlikqa qanot topamiz. Ikkinchi, bala o'rganishni bir turlik mushkul vazifa deb qarag'ashqa, topshiriqni jazodan qo'rqib, majburan ishlaydiganligini his qilolmaymiz. Uchinchi, ojiz bolalarimiz oldida nupozimizni beshamlarcha fosh qilib, oxirgi hisobda inson tabiatidagi razilliklarni oshkorlab qo'yyapmiz. Jazolash muddasidagi topshiriq qandaqdir balani ko'z tutganlik emas. Balki tarbiya nishonini bir yoqqa qayirib qo'yib, baladan o'ch olish, shundaqla balaning o'rganishini vayron qilmish. Mohiyatdan olganda u muallim yoki ota-onalarning bir xil zo'ravonlik vositasi. Balalar azaldan topshiriqdan bezor emas. Muhimi ular maktabga bo'libmi boshlang'ich maktabda o'qiyotgan chog'da bo'lib o'tgan ba'zi bir behuda ishlar uning topshiriq ishtiyaqini qo'ymagan bo'lg'achqa, ular bara-bara topshiriqdan bezor bo'lib qolgan. Demak, balani topshiriq ishlatkizib jazolash uni o'rganishdan bezdiradigan eng yomon ish. Davey mundaq degan ekan: har qanday muhtojlik bilan istak seriqtonlikning mas'ulidir. Bu gapni asli ching tutib, chin ma'nosida haqida astoydil o'ylab boqishga arziydi. Buningdan shundoq bir xulosaga kelish mumkin. Birovni biror narsa qiziqtirishda uning bu jihatdagi hojatini bak to'liq ravo qilib etishga bo'lmaydi. Uningga osh narsani qabul qildirish uchun bir qoq so'zlashishga yoki jazolash vositini qo'llanishga taxmin bo'lmaydi. Aksicha uni osh narsadan oz-to'la mahrum qilish orqali uningda kirsiz va taqozolik tuyg'usini paydo qilish lozim. Shundala u osh narsani qadrlaydigan bo'ldi. Muhimi osh narsaga erishish davomida uningda xursandlik, muvaffaqiyat ingi va iftixorlik tuyg'usi paydo bo'ladi. Bu usulni bolalarning har qanday ishiga tatbiqlashga bo'ladi. Qizim boshlang'ich maktabning 1-yilida o'qiyotgan chog'lar edi. Bir qatam topshiriqni qo'lning uchida ishlab qo'yg'achqa, yozgan xatlari satligidan xatga o'xshamayli qoldi. Dadasi buni ko'rib bakmi xafa bo'ldi va uni qayta yozishga buyurdi. Qizim dadasining bu gapiga qoyil bo'lmay, topshiriqni g'udirab turib, qayta yozg'il turdi. Balaning bu qiliqini ko'rib, arvohi 40 gaz ushgan dadasi balaning topshiriq daftarini tortib elib, amdili bir necha quruq xat yozilgan varaqni zardi bilan yirtib tashladi va "Nima qiliq bu, ha? Qayta yoz!" deb vaqirdi. Qizim pang'id yig'lavatdi va topshiriqni ilojsizlikdan qayta yozishga boshladi. Birdamdan keyin dadasi balaning yoniga kelib, uning ishlayotgan topshiriqni tekshirib boqdi. Bu vaqtda qizim dadasi bilan qeyrishayotgandek topshiriqni bayamqidekla maymoq-saymoq yozg'il turibdi. Dadasi yana ayblab ketdi. Qizim bo'lsa chiroylarini texim purishtirdi. Uning dadasi bilan qeyrishayotganligi chiqib turadi. Dadasi balaning daftarini yana bir qatim yirtib etib vaqirdi. "Tuzuk yoz deyapman, angladingmi yog'och quloq?" Qizim dadasining gapini anglabla parang'ida yig'ilganicha qalamni yerga otdi va "Yozmayman-ku toza" deb yig'ladi. Dadasi vaqtning biriga berib qolganligini ko'rib, balaga tushuntirib o'tirdi. "Yarim kecha bo'lay dedim. Atyan maktabga borsiz. Dastlabda obda yozgan bo'lsangiz, buncha vala kecha qilmaydingiz emasmi?" Qizim dadasining bu gaplarini anglaydigandek emas edi. Uning texmi joyliq tutqiltirdi. "Bo'pti balam,"
dedim balaning alpozini ko'rgandan keyin muloyimlik bilan. Topshiriq ishlashga zot rayingiz bo'lmasa, bugundan boshlab topshiriq ishlamang. Men berib balaning daftarini yig'ishtirdim. Bu ishdan gangirab qolgan bola menga savollik bilan qaradi. O'rganish aslida nihoyat yaxshi ish edi, dedim balaning kitob daftarlarini yig'ishtirgach. Qaraganda siz o'rganishni xohlamaydi ekansiz. Shunga bugundan boshlab sizning topshiriq ishlash salohiyatingizni ep tashladim. Endi topshiriq ishlashingizga ruxsat yo'q. Qizim bu gapimdan huduqdi. Qaraganda u navoda topshiriqni ishlamasa, ati muallimning gap eshitadiganligini o'ylab yetgan edi. U yugurib kelib biligimga sildi. Akiling daftarimni, akiling deyman. Ammo men daftarlarni balaga bermadim va o'rganish xo'sh yoqmagan bolaning topshiriq ishlash salohiyati bo'lmaydi. Bo'ldi, endi ishlamang, dedim taqqapqimni turib turib. Qizim tititliq ichida yig'lab turib qo'limga sildi. Endi undaq qilmay ko'ngil qo'yib yozaman, akiling daftarimni. Bo'ladi, dedim chiroyimni sal-pal o'ngshab. Lekin qo'limga isilmay turing. Oldi bilan gapingizni anglab boqay. Baldan so'radim. Boya dadangiz topshiriqni obda ishlang degan gapni parvoyingizga olmay, 2 qatim qog'butida yezibsiz. Ayting-a, o'rganishga o'ch bo'lib ketgachga shunday qilyaptamsiz? Yo'q, men o'rganishga o'ch emas. Undaq bo'lsa topshiriqni ko'ngil qo'yib ishlaganda bek charchab ketamdi ekansiz ya. Yo'q, undaq emas. Beshni chayqadi qizim. Birdam o'ylangandan keyin gapimni davom qildim. Topshiriqni ko'ngil qo'yib ishlash bilan qo'lning uchida ishlashning farqi bor. Topshiriqni yaxshi ishlash uchun astoydilroq bo'lish lozim, shundaqmi? Ha, dedi qizim. Uningdagi boyaqiy xafaganlik yutib, chiroyiga ostili qon yugurgan edi. Depaqqa topshiriqni astoydil ishlasa ko'ngillik bo'lamdi ekan yoki ko'ngilning uchida qog'i putida yezib qo'ysa ko'ngillik bo'lamdi ekan. Chiroyli yozsa. Biroq topshiriqni astoydil, chiroyli yozish qog'i putidek bo'lishiga yozish qaraganda tez tursa, dedim qasdan gapni qo'shlab. O'ylamamsiz, topshiriqni ko'ngil qo'ymay ishlagan chog'ingizda qalamni bo'lishiga tortib qo'ysangizlar bir bat topshiriq hash-pashtigacha bitadi. Ammo ko'ngil qo'yib ishlayman desangiz, uni avori bo'lib, xat-muxat, qo'rma-qo'r marjandek yozishga to'g'ri keladi. Meningcha topshiriqni qo'lning uchida ishlab qo'ysa oson tushgidek. Yo'q, undaq emas, dedi qizim darhol. Bu har ikkisi o'xshashlar. Qizim ko'ngildagini ifodalashga gap topolmay qolyotdi. Undan yana so'radim. Siz topshiriqni chiroyli yozsizmi, qoq putidek yozsizmi, uningga o'xshash emgak ketadi. Masalan, 5 sizlik xatning chiroyli yozsizmi, sat yozsizmi, o'xshash 5 qatim qalam tortishga to'g'ri keladi demoqchimi? Ko'ngildagini topganimdan baxmi xushal bo'lgan qizimning ko'zlari chaqnab ketdi. Uningdagi boyaqiy xafaliklardan asar qolmagan edi. Men balni quchog'imga oldim. Balli qizim. Undaqda topshiriqni ko'ngil qo'yib ishlasimi, qo'lning uchida ishlasimi, o'xshashlar emgak ketadi ekan. Undaqda astoydil chiroyli yozsa ko'ngillik bo'ldi ekan, shundaqmi? Ha, dedi qizim kulib turib. Shunda qilib ikkimiz nihoyat ko'ngillik sirdoshdik. Qisqasi qizim bilan sirdashish orqali uni topshiriqni astoydil ishlamas bo'lmaydi ekan degan tuyg'u keltirdim. Topshiriq daftarining boya dadasi yirtib tashlagan ishki betini ko'rib, gapimni davom qildim. Dadangizmi daftarni yirtib etib to'g'ri qilmadi. Bugun topshiriqni qalaymiqan ishlab qo'yganingizmi bir hisobda yaxshi bo'pti. Chunki mush sabab bilan topshiriqni ko'ngil qo'yib ishlasimi, qo'lning uchida ishlasimi, uningga o'xshash emgak ketadi ekan, ammo astoydil, chiroyli yozsa ko'ngillik bo'ldi ekan degan qoidani tushunib oldik. Navoda mush ish bo'lmagan bo'lsa, bu qoidani bilmaskanmiz, shundaqmi? Qizim darhol beshini langishdi. Dadasi bolaning daftarini yirtib etganligi uchun undan apu so'radi. Qaraganda qizim atidan boshlab topshiriqni astoydil ishlaydi. Topshiriqni qog'i putida yezib, o'z ko'nglini g'ashlikka soldigan ishni hargiz qilmaydi. Shundaqmi bilan? Bolaga tabassum bilan boqdim. Qizim darhol beshini langishdi. Men bolaga rozimanlik va ishonch nazari bilan qaradim. Undaq bo'lsa, qizim, daftaringizni qaytarib beray. Qaraganda men sizni xato eplab qo'yibdiman. Turiblam, bolalar bundaq ahvolda osonla konsanamga dastlab qoladi. Shunga buning oldini olish uchun amalning boricha bolaning topshiriq ishlashga bo'lgan pozitsiyasini to'g'rilab, psixik jihatda o'zini tanishib olishiga imkoniyat yaratib berish lozim deganni o'ylab qoldim. Shunga kunlarning birida topshiriq yana rayingiz bo'lmay qolsa, uni qo'lingizning uchida bo'lishiga ishlasangiz mayli. Shu chog'da topshiriqni ko'ngil qo'yib ishlash bilan
Qo'lning uchida ishlashning farqini, qaysisining texim obdan bo'lganligini yana bir sinab bakkan bo'lsangiz, qizim. Yo'q, opa, dedi qizim darhalla. Undaq sinabmı yurmay, topshiriqni ko'ngil qo'yib ishlasa obdan bo'lganligini bilib bo'ldim. Bu gaplar qizimning yurak so'zlari edi. Men boshqa gapni qilmay, uning peshonasiga suyib qo'yib, hujramga kirib ketdim. U uxlab qolganda asta chiqib somkasidagi topshiriq daftarini ko'rib baqdik. U topshiriqni degandek nihoyat rətlik və chiroyli yozgan edi. Qizim shundan keyin topshiriqni nihoyat astoydil ishlaydigan bo'lib ketdi. Biz g'amdan xalos bo'ldik. Balasining topshiriqni ko'ngil qo'yib ishlamayotganligidan vaysashgan ota-onalarga balani topshiriq ishlatkizmay jazolash usulini tavsiya qilib beqib edim. Oradan ba'zilari buni qabul ko'rmay mundaq deyishdi. Hey, mening balam uchun navoda topshiriq ishlama desam, ko'ngil yerim bo'lish u yoqda tursin, xo'shlikdan bo'kini osmonga otadi. Muallimning tanqididan hargiz qo'rqmaydi. Durus. Shundaq balalarmi bor. Ammo ularning bu qiliqi balalarning tug'ma tabiat emas. Balki balalar xarakteridagi ma'lum bir g'ayrilikning mas'uli. U tasaddibilik emas, balki balalar xarakteridagi kasallikning adab ketishga yuzlangani. Bu xil kasallikni balasi topshiriqdan tunji qatim bezgan ota-onalarning dal erimdak jazolash usulini qo'llanganligi keltirib chiqargan. Uning konkret usuli bir-biridan farqlansimi, balani zo'rlik bilan topshiriq ishlatkizib jazolash jihatdagi mohiyati o'xshash. Bundaq usul vaqtning o'tishiga ergishib, balaning topshiriqqa bo'lgan qizg'inligini yo'q chiqarib, g'ururini dafsanda qiladi. Buning bilan bala bara-bara o'rganishdan qochadigan, yuzi qalin tapshaq bo'lib oldi. Cho'nglarning bal tarbiyasida nabob usulni qo'llanib, oxiri tarbiyani buzg'unchilik qilmishiga aylantirib qo'yishda mundaq ikki xil sabab bor. Biri balaga ishonmaslik, yana biri o'ziga ziyoda ishinib ketish. Bundaq ota-onalar birinchidan balalarning o'zini ayash va olg'a intilishga to'g'min mayil keladiganligiga ishonmay, balani har vaqt boshqarib turmasa yo'ldan chiqib ketadi deb qaraydi. Ikkinchidan o'g'it nasihatlarni balani durustlikka yetaklaydigan birdan-bir bebaho maslahat deb tunuydi. Meningcha filosof Filoning bu vaqtdagi bayonlari ota-onalarning qayta-qayta o'qib hazm qilib beqishiga arziydi. Tarbiyaning aksi cheklash. U ham balalardagi yushurin iqtidorning yetilishiga ishonmay, qandaqdir cho'nglar balalarga nimani qilish, nimani qilmaslikni o'rgatib tursa, balalar ondan bemalol o'sib yetilaydi deydigan mafkurning mas'ulidir. Qisqasi buning o'zi tubdan xato. Shunga ota-onalar bilan muallimlar balalarni boshqargan chaqda, u xil boshqarishning tarbiyaning qarshi tarafi o'tib qolishidan saqlanishi. Cümleden balaga münasibetlik her qandaq ishda o'zidan balani tarbiyalayotmanmi yoki cheklayotmanmi deb so'rab turish lozim. Cheklimiga uchirgan balalar bilib bilmay shu cheklimiga qarshi pozitsiya tutilganligi uchun bara-bara cho'nglarning gapiga parvo qilmaydigan bo'ldi. Tushkunlik ichida idrokni yo'qotib, o'zini kamsitadigan bo'lib qoldi. Topshiriq ishlash bala tarbiyasidagi tarbiyalash bilan tizginlash, mujassamlashgan harakat. Şuna ata-onalar bu haqda astoydil o'ylanishi shart. Fillo mundaq deydi. Buzg'unchilik xarakterini olgan vositaning o'ziga tushliq natijasi bo'ladi. Ammo u maqsadga muxolif natijadir. Qisqasi, ota-onalar tarbiyaga munosabatlik har qanday ishda nishon bilan vositaning birdakligini cho'qim nazarga olish lozim. Topshiriqni jazo quroli o'rnida qo'llanish bilan uningdan tortiq o'rnida foydalanish bir-biriga tubdan o'xshamaydigan. Shundaqla nishon tamom ilgarilashingizni yoki nishoningizga muxolif yo'l tutishingizni belgilaydigan ishki ish.